Xo'p, ana endigi rejamiz kimyoviy xossalari. Sizlar bilan kimyoviy xossalarni o'rganishni boshlaymiz. Birinchi xossa dehidrogenlash reaksiyasi. Alkanlar bu nofaol moddalar bo'lib, aytib o'tish kerak, birikish reaksiyalariga kirishmaydi. Qaytaraman, alkanlar birikish reaksiyalariga mutlaqo kirishmaydi. Birinchi xossasi dehidrogenlash. Ya'ni vodorodni chiqarib yuborish. Etan molekulasi. Bu etan molekulasidan ana bu CH3 ikkalasidan ham bittadan vodorodni chiqarib yuborsak, CH3larning o'rnida CH2 paydo bo'ladi va o'rtaga qo'shboq tushib qoladi. Qo'shimcha moddamiz esa vodorod gazi. Mana buni nomi etan, bu esa eten deb nomlanadi. Propandan qaysi alken chiqadi? Propen. Butandanchi? Buten. Pentandanchi? Penten. Geksandanchi? Geksen hosil bo'ladi. Shu tarzda dehidrogenlash mumkin. Ana endi ikkinchi kimyoviy xossamiz bu cracking. Cracking. Bu usul parchalashga asoslangan bo'lib, ikki xil holatda amalga oshiriladi. Birinchisi termik cracking, ikkinchisi katalitik cracking. Termik cracking bu temperatura ta'sirida amalga oshadi, katalitik cracking esa katalizator ishtirokida amalga oshadi. Termik crackingda alkanimiz parchalanib ketadi, katalitik crackingda esa alkandan izomerlar hosil bo'ladi. Ikkala holatni ham ko'rib chiqamiz. A variant demak termik. Ya'ni termik cracking. Butan molekulasini olamiz. Termik cracking qilganimizda bundan bitta to'yingan va bitta to'yinmagan uglevodorod hosil bo'ladi. Keling, birinchi bundan to'yinganni olaylik. CH4. Endi bu yerda nima qolgan bo'lsa, o'shani yozib qo'yishimiz kerak. E'tibor bering. Butanda umumiy uglerodlar soni 1, 2, 3, 4 ta uglerod bor. Bittasi chiqib ketdi. Nechta qoldi? 3 ta qoldi. Vodorodlar soni umumiy hisobda 3, 2, 2, 3. Ya'ni 6, 10 ta. 4 tasi chiqib ketdi. Nechta qoldi? 6 ta qoldi. Mana bu moddaning nomi metan, bu esa propen. Ya'ni qo'shboq tarkibida qo'shboq tutgan uglevodorod. Ana endi katalitik crackingni ham ko'rib chiqamiz. B variant. Hop, katalitik cracking. Yuqorida aytib o'tdik, bu holatda keling, empirik ko'rinishda yozib olamiz. Mana butan. Katalizator ishlatiladi bunda. Katalizator alyuminiy xlorid bo'ladi. Ana shunday izomerlanish jarayoni vujudga keladi. Ya'ni butanni oldingi mavzuda mana shu mavzuni, alkanlar mavzusini yuqorirog'ida ko'rdik. Butanni izomerlari qaysi? Normal butan va 2 metil propan hosil bo'ladi. Birinchisi normal butan. Vodorodlar bilan buni to'yintirib chiqamiz. Mana bu yerda 2 bo'ladi. Hop, bu normal butan. Ana endi buni izomeri ikki metil propan hosil bo'ladi. Qaytarib olamiz. Cracking jarayoni ikki xil amalga oshiriladi. A variant demak termik cracking. Bunda temperatura ta'sirida moddamiz parchalanadi. Bitta to'yingan va bitta to'yinmagan uglevodorod hosil bo'ladi.
Mana shu yerda buni yana davom ettirishimiz mumkin. Ya'ni metanning o'rniga etan olsak, mana bu yerda eten hosil bo'ladi. Yoki ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. S uglerod 2H6, mana bu yerda esa uglerod 2H4. Ana shu mahsulotlar ham chiqishi mumkin. Katalitik krekkingda esa katalizator alyuminiy xloriddan foydalaniladi. Katalitik krekkingga uchratilayotgan turgan moddaning izomerlari hosil bo'ladi. Butandan normal holatdagi butan va 2-metil propan hosil bo'ldi. Demak, 3-kimyoviy xossani ko'rib chiqamiz. Pirrolizlanish reaksiyasi. Pirroliz. Metanni ikki xil haroratda qizdirish orqali, ya'ni pirroliz qilish orqali turli xil. Ikkinchisi 1500 gradus Selsiy, birinchisi 1000 gradus Selsiy. Agar temperatura 1000 gradus bo'ladigan bo'lsa, vodorod va uglerod hosil bo'ladi. Uglerod va vodorod. Temperatura 1500 gradus bo'ladigan bo'lsa, bunda ham vodorod chiqadi, lekin uglerodning o'rniga asetilen hosil bo'ladi. Qo'yamiz. Uglerodlar soni 2 ta, bu tomonda ham, vodorodlar soni 8 ta, mana bu ikkini esa 6 ta qoladi. Mana bu yerga 3 qo'yib qo'yamiz. Pirrolizlash reaksiyasi orqali, demak, 1000 gradusda uglerod va vodorod, 1500 gradusda esa asetilen va vodorod hosil bo'ladi. 4-kimyoviy xossa bu zanjir reaksiyasi yoki galogenlash reaksiyasi yoki Semyonov reaksiyasi deb ataladi. Uchala nomni ham eslab qoling. Zanjir, alkanlar uchun zanjir reaksiyasi, galogenlash reaksiyasi va bu reaksiyani kashf qilgan olimning nomiga atab Semyonov reaksiyasi ham deb ataladi. Demak, 4-xossa Semyonov. Semyonov reaksiyasi. Zanjir reaksiyasi degan so'zga e'tibor bering. Mana xlor. Metanga xlor qo'shamiz. Metanning tarkibida nechta vodorod atomi bor? 4 ta. Mana, to'g'ri. Demak, bu reaksiya necha bosqichda amalga oshadi? 4 bosqichda amalga oshadi. Chunki har bir bosqichda galogenimiz bittadan vodorodning o'rnini olib boradi. SH3 mi? SH4 dastlabki holat. Endi SH3 bo'ladi. Bitta chiqib ketgan vodorodning o'rniga xlor keladi va qo'shimcha mahsulot vodorod xlorid. Mana bu vodorod qayerdan keldi? Metandan chiqdi. Bu galogen 2 ta-ku, bittasi bu yerga, bittasi bu yerga keldi. Monoxlor metan. Monoxlor metan. Mana shu monoxlor metanga yana galogen ta'sir ettiramiz. Zanjir deb nomlashimizning sababi, nomlanganligini sababini menimcha tushundingiz. Ana endi ikkinchi bosqichda mana bu yerdagi vodorodni yana biri xlorga o'z o'rnini beradi. E'tibor bering, vodorod kamayapti, 3 ta edi, 2 taga o'tdi. Galogen esa 2 ta bo'ldi, ko'payapti. Qo'shimcha mahsulot vodorod xlorid. Bu moddaning nomi dixlor metan. Dixlor metanga yana vodorod ta'sir ettiramiz. Ana endi nechta vodorod qoladi? Bitta qoladi. Xlor esa 3 ta bo'ladi. Qo'shimcha mahsulot vodorod xlorid. Dixlor metanga xlor qo'shdik, trixlor metan hosil bo'ldi. Bu moddaning ikkinchi nomi xloroform. Ana shu xloroformga trixlor metanga oxirgi bosqich xlorni qo'shamiz. Va bu yerda butkul vodorod atomlari qolmaydi. Tetraxlor metan hosil bo'ladi. Menimcha hamma tushundi, nima uchun bu reaksiya zanjir reaksiyasi deyiladi. Ana endi sizlarga savol. Agar metanning o'rnida etan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni alkanlarning ikkinchi vakili bo'ladigan bo'lsa, bu reaksiya necha bosqichda amalga oshadi? Albatta, vodorodlar soni 6 tami, demak 6 bosqichda amalga oshadi. Demak, alkanlarning kimyoviy xossasi 5. 5-xossani ko'rib chiqamiz. Bu xossani nitrolash reaksiyasi yoki Konovalov reaksiyasi deyiladi. Konovalov deyilishiga sabab ushbu reaksiyani kashf qilgan olimning demak familiyasi Konovalov ekan. Nitrolash yoki
Valov. Mana metandan boshlaymiz. Xohlasangiz etanni olishingiz mumkin. Bunga nitrat kislota ta'sir ettiramiz. Metanga nitrat kislota qo'shganimizda nitrometan hosil bo'ladi. Mana bu yerda vodorodning bittasi chiqib ketadi. Bu CH3 ga va nitro gruppa keladi. Plus qo'shimcha mahsulot suv hosil bo'ladi. Nitrometan. Agar metanni o'rniga, hurmatli o'quvchi, propanni qo'yadigan bo'lsak, nima chiqadi deb o'ylaysiz? Albatta, nitropropan. Formulasi qanday bo'ladi? Mana bu yerda bitta vodorodni chiqarib yuboramiz. S3H8 emas, S3H7 va nitro gruppasi keladi. Qo'shimcha mahsulot suv. Propan, bu esa nitropropan. Bularni ikkinchi xil usulda nomlash ham mumkin. Nitrometan dediga metil nitrat deb nomlaysiz. Bu ham to'g'ri. Metil radikali va nitrat, metil nitrat. Bunisi esa nitropropan dedik. Ikkinchi usulda propil nitrat deb nomlasak ham bo'ladi. Bu nitrolash reaksiyasi yoki Konovalov reaksiyasi. Xohlagan alkanizni ushbu kimyoviy xossasini, ya'ni nitrolash reaksiyasiga uchratishingiz mumkin bo'ladi. Va alkanlarning oxirgi 6-kimyoviy xossasi yonish yoki oksidlanish reaksiyasi. 6-xossa, keling yonish deymiz. Yonish bu kislorod ishtirokida amalga oshadi. Umumiy formuladan foydalanamiz. Har qanday uglevodorod yonganda karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. U alkan sinfiga kiradimi? Sikloalkan, alken, alkadien, alkin, aren. Mana shu 6 ta sinfni barcha vakillari yonganda karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Biz umumiy formuladan foydalandik. E'tibor bering, ugletlar soni nechta? N ta. Demak, karbonat angidrid ham N ta hosil bo'ladi. Shu yerda 5 bo'lsa 5 qo'yamiz, 6 bo'lsa 6 qo'yamiz. Vodorodlar soni 2N plus 2. Mana bu yerda 2 bor. Agar bu yerga 2N qo'ysak, 2 ga ko'payib 4N bo'lib ketadi. Shuning uchun biz 2N ga u tomonni teng qilish uchun N qo'yamiz. N. Mana bu yerdagi 2 ni esa 1 qilib qo'yamiz. Nima uchun? E'tibor bering. N ni ko'paytiramiz 2 ga. 2N ana teng bo'ldi. 1 ni ko'paytiramiz 2 ga. 2 mana teng bo'ldi. 2N plus 2 bu ham 2N plus 2. Yoki mana bu koeffitsiyentni boshqacha qilib, bunday qilib yozsa ham bo'ladi mana. Xuddi shu yerga yozishimiz mumkin. Hop, 2N plus 2 taqsim 2 ko'rinishida yozsangiz ham bo'ladi. Mana bu 2 ga tegishli mana. Xuddi shu sonni 2N plus 2 ni 2 ga bo'lsangiz N plus 1 chiqadi. Xohlaganingizdan foydalanishingiz mumkin. Kislorodni tenglab olamiz. Bu tomonda N ni ko'paytiramiz 2 ga, 2N. N ni ko'paytiramiz 1 ga, 1N. Umumiy hisobda 3N. Demak, mana bu yerga 1.5N qo'yamiz. 1.5N ni 2 ga ko'paytirsak 3N bo'ladi. Mana bu yerda ham kislorod bor. 1 ni 1 ga ko'paytiramiz 1. Demak, mana bu yerga 1 qo'ymaymiz. 1 qo'ysak bunga ko'payib 2 bo'lib ketadi. Shuning uchun 0.5 qo'yamiz. 0.5 ni 2 ga ko'paytiramiz 1. Ana. O'ng va chap tomondagi atomlar soni o'zaro teng holatda bo'ldi. Bu tenglama, ya'ni umumiy formuladan foydalanib amalga oshiriladigan yonish reaksiyasi sizga masalalarda juda ham asqotadi. Endi ana bitta real misol orqali ko'ramiz. Keling, pentanni. Mana 5H12 plus kislorod albatta hosil bo'ladi. Karbonat angidrid va suv. Mustaqil tenglashga harakat qilib ko'ring. Sizga yordamlashib turaman. Hop, karbonat angidridni oldiga necha qo'yamiz? 5. Nima uchun? Chunki uglerodimiz 5 ta. To'g'ri. Ana. Suvni oldiga necha qo'yamiz? 12 degan bo'lsangiz adashdingiz. 6 qo'yamiz. 12 bu tomonda. Lekin agar bu yerga 12 qo'ysangiz 2 ga ko'payib 24 ta bo'lib ketadi. Shuning uchun 6 qo'ying. 6. 6 ni 2 ga ko'paytirasiz 12 bo'ladi.
Ana endi kislorodlarni sanaymiz. Bu tomonda mana bu yerda alkan bor, bu yerda kislorod bor va bu tomonda ikkita joyda bor. Ikkalasini ham oldiga koeffitsient qo'ydik. 5 ni 2 ga ko'paytiramiz. 10 ta kislorod bu yerda. 6 ni 1 ga ko'paytiramiz. 6 ta. Demak, umumiy hisobda 16 ta. Mana bu yerga 16 qo'yamizmi? Yo'q, 16 ni 2 ga bo'lamiz, ya'ni 8 qo'yamiz. 8 ni 2 ga ko'paytirsak 16. Mana shu tarzda foydalanish mumkin. Yana e'tibor bering. Mana bu yerda n nechi bo'lsa, karbon tayidni oldiga o'shani qo'yamiz. Mana n 5 bo'ldi, 5 qo'ydik. Bu yerdachi n plus 1 deyilyapti. N nechi bo'lsa, yana mana bu yerda esa shunga 1 ni qo'shib qo'y deyapti. Mana bu n'imiz nechi? 5 mi? 1 ni qo'shsak nechi bo'ladi? 6. Ana. N plus 1 mana 6. Tushunyapsizmi? Endi kislorodni oldiga qo'ygan sonimizni qarang. N ni 1,5 ga ko'paytir deyapti. Endi mana n'imiz mana bu yerda 5. 5 ni ko'paytirsak 1,5 ga nechi bo'ladi? 7,5. 7,5 ga 0,5 ni qo'sh deydi. 7,5 ga 0,5 ni qo'shadigan bo'lsak mana 8. Demak, umumiy formula real holatda bizga to'liq javob beryapti. Mana buni mustahkam o'rganib oling, har qanaqa organik reaksiyalarni tenglay olishingiz mumkin. Alkanlarning fizik xossalari. Fizik xossa deganda qaysi alkanlar suyuq, qaysi gaz va qaysinisi qattiq holatda. Asosiy bu safar o'rganadigan narsamiz shu. Demak, metan, etan, propan, butan dastlabki 4 vakili normal holatda gaz. Pentandan boshlab gepta dekangacha, ya'ni uglerod 5 dan uglerod 17 gacha bo'lgani suyuqlik. Uglerod 18 dan yuqorilari esa, ya'ni uglerod 18 taligi ham, ya'ni buni okta dekan deb atash mumkin. Bu qattiq moddalar toifasiga kiradi. Ishlatilishi sizu bizga ayon bo'lgan tabiiy gazning qariyb 98% metandan iborat. 1 metr kub metan yonganda 36,000 kilojoul energiya ajraladi. Va bundan tashqari alkanlarni uglerod 10 dan uglerod 15 gacha bo'lgan vakili mana shu oralig'dagi vakillaridan vazelin moyi olishda foydalaniladi. Hurmatli o'quvchi, shuning bilan alkanlar mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha sog' bo'ling.